Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan porox pistolet tovarlarimiz bo'yicha polni obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'p, assortimentimizda bizda ikkita turi porox pistoletlarimiz bor. Bu katta hajmdagi, kichkina hajmdagi. Har bitta hajmdagisida o'zini dubl mana shu porox pistoletlari bo'ladi. Bunga 8,5 ligi tushadi. Bunga kichkinarog'i 7,5 ligi tushadi. Xo'p, birinchi bo'lib sizlarga tushuntirib ketmoqchi bo'lgan endi narsam bu bir xillarda mijozlarimizda bu porox pistoletlar ishlaganda otmayapti deb ko'p shikoyatlar tushyapti. O'shalarni ham tushuntirib ketamiz. Lekin birinchi razborka qilib olib, ichida nima detallar bo'lganini o'shani birinchi tushuntirib ketsam yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, o'tadi o'tib beryapti-ku, chirjinka. Так, подождите. Все получается. А вот здесь вот открывать не будете? Мне полностью нужен разбор, чтобы они поняли, как разбирать и это. Xo'p, detallarimiz bizda ko'juqlardan iborat и eng muhim taraflari bu bayok, глушитель и направляющий. Mana shu 3 ta asosiy qismdagi detallarimizni biz ishlatib bo'lganlaringizdan keyin tozalab turishimiz kerak. Bu modelimiz hozir tovarimiz ishlatilib bo'lgandan keyin sizlarga praktiski ko'rsatib ketmoqchimiz, qanaqa holatga kelib qolishi mumkin. Porox go'shtlarni qo'yib bo'lgandan keyin, otilib bo'lgandan keyin mana bu taraflarida, направляющийlarda, bayokni o'zida ham nagar yig'ilishni boshlaydi. Nagar yig'ilib bo'lgandan keyin asosiy momentlari mana bu отверстияda bu yerda nagar yig'ilib bo'lgandan keyin diametri o'zgaradi, kichkinaytiradi. O'shanda bir xillarda sizlarda kirmashi mumkin yoki kirib bo'lgandan keyin gilzasi chiqmashi mumkin, chiqarmoqchi bo'lganingizda. O'shanda tozalash kerak bo'ladi. Направляющий bilan bayokda bir xillarda sizlarda mijozlarda qanaqa problemaga uchrashishi mumkin? Bu bosib otilib bo'lgandan keyin otmaydi. Otmaydi deganda дайте, пожалуйста, один этот, который вы сейчас использовали. Bu holatda faqat teshib qo'yish mumkin, lekin otmaydi. O'shanda ham buni hammasini tozalab olish kerak bo'ladi. Nimaga tozalash kerak? Ko'rganingizdek, nagarlari bor. Nagarlarning hammasini tozalab olish kerak bo'ladi. Tozalaganda ichida moyi bo'ladi, shompuli bo'ladi. Moyini keyinroq ishlatamiz. Birinchi tozalab olish kerak bo'ladi. Tozalaganda ham o'yisga qulay qilib najdachkada ham ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol. Tozalaganda ichkarilarini tozalab olish kerak bo'ladi. Направляющий tashqi qismlarini tozalab olish kerak bo'ladi. Ichki qismlarini ham tozalab olish kerak bo'ladi. Bayokni tilini tozalash kerak bo'ladi. Hozir bitta tozalab sizlarga natijasini ko'rsataman. Ana уже ko'rganingizdek, nardachkada уже ishlayotganda уже сразу nagari ketyapti, beliznasi chiqib qo'yapti, metalli.
Biz odatda o'zimiz test qilayotganimizda yoki boshqa ishlarimizda kerak bo'lganda 180 talik gradientdagi nаждачкаларni ishlatamiz. Xo'p, tozalab oldik. Nagarni yana ko'rishingiz mumkin. Hammasini tozalab bo'lganimizdan keyin buni biz nаждачкада tozalab oldik. Oldingi holati bilan taqqoslab olishlaringiz mumkin. Qanaqa bo'lganini. Endi yig'ish jarayonini sizlarga bitta ko'rsatib ketamiz. Qanaqa to'g'ri yig'ib olishga. Yana bitta moment aytib ketishim kerak. Bu detalimizda bu глушитель masalan. Bu tarafida vintiklari bor. Bu vintik bilan sizlar udarni anosini sposobnostini mana shu qancha kuch bilan urish kerakligini o'zingizga regulirovka qilishingiz mumkin. Yopganlaringizda to'liq yopiliq bo'ladigan bo'lsa, otilish kuchi ko'p bo'ladi. Lekin buni bittasini xohlasalaringiz olib qo'yishlaringiz mumkin, o'shanda kuch kamayadi. Bu nimaga kerak? Masalan, sizlarda qanaqadir nozik ishlar bor. O'sha nozik ishda urayotganlaringizda betonni yoki nimaga qotirmoqchi bo'lsalaringiz, o'shani sochib yuboradi. Значит, buni bittasini, ikkitasini o'zlaringizga regulirovka qilib olib, to'g'rilab olishlaringiz mumkin. O'shanda kuchi kamayadi. Keyin bizning mahsulotlarimizda katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi? 30 ta otib bo'lganingizdan keyin bir 15 minut bularga dam berishingiz kerak. Nimaga? Chunki bu po'riq otilib bo'lgandan keyin issiqlik ichida yig'ilib turadi. Yig'ilgan paytida o'sha sovib olish kerak. Agar dal uraversalaringiz, u otiladi. Otilib bo'lgandan keyin ichida nagari qizib yopishib qoladi klayga o'xshab. Uni keyin sizlar u na rastворительный, na benzinda, na boshqa narsalarda, ximikatlarda tozalash juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun 30 ta otib bo'lalaringiz 15 minut dam berasizlar. O'zlaringiz ham dam olasizlar tovarga ham dam berib olasizlar, sovib olish uchun. O'shanda sizlarda bu ko'p muddatga yordam beradi ishlashga. Xo'p, endi bitta yig'amiz. Yig'ish jarayonini ham bitta ko'rsatib ketamiz sizlarga. Birinchi направляющий bilan bayokni olamiz. Qo'yib oldik. Ichida prujinni mexanizm shtoki bo'ladi. O'shani sal bosib kirgizib olish kerak bo'ladi. Kirgizganimizda ham mana ikkita joyi bo'ladi, sal kattarog'i, sal kichkinarog'i, pazi. Kichkina tarafiga qo'yib qo'yamiz buni. Ko'rishingiz mumkin, oldi tarafiga emas, orqa tarafiga prujinani qo'yib olish kerak bo'ladi. Kichkina shtoki bo'ladi. Mana shtokini ildirib qo'yish kerak. Nimaga? Chunki ikkita detal bir-biri bilan to'g'ri tushish uchun. Keyin tushib ketmas uchun. Ko'rib turganingizdek, konstruksiyasi oson. Eng tushunarsiz tarafi bu har bitta detalni qaysi tarafga qo'yib olish kerak. O'shani bitta tushunib olsalaringiz, bu уже yig'ib olib, bemalol tozalashga ham oson bo'ladi. Xo'p, endi buni yig'ib bo'ldik. Bitta ishlatib ko'ramiz endi.
Xo'p, aziz obunachilar, sizlarga video yoqdi deb o'ylaymiz, manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarimiz kutib qoling. Perro, sifat ustuvorligi.